Konditsionerni o'chirib, oynani ochib yurish chindan benzinni tejaydimi? Obuna bo'ling, hozir aytib beraman. Yozning dahshatli issig'ida ko'pchilik haydovchilar konditsionerni o'chirib, benzinni tejayman degan maqsadda oynalarni oxirigacha tushirib olishadi. Ammo fizika qonunlari siz o'ylagandek ishlamaydi. Siz shu harakatingiz bilan benzinni yanada ko'proq yoqib yuborgan bo'lishingiz mumkin. Shahar ichida past tezlikda, masalan 40-50 ta bu usul chindan ham ishlaydi. Konditsioner kompressori dvigatelning ancha quvvatini oladi. Shuning uchun uni o'chirib, ochiq oyna bilan sekin harakatlanish ozgina yoqilg'ini tejab qoladi. Lekin trassaga chiqib tezligingiz 80-90 km/soatdan oshganda qoidalar butunlay o'zgaradi. Mashina zavoddan shunday aerodinamik shaklda ishlab chiqariladiki, havo uning ustidan silliq sirpanib o'tib ketishi kerak. Siz oynalarni katta ochib olganingizda esa salonga shiddat bilan bostirib kirgan havo oqimi orqa oynaga borib uriladi va xuddi ochiq parashyut kabi dahshatli qarshilik hosil qiladi. Bu vaziyatda dvigatel mashinani faqat oldinga haydash uchun emas, balki orqaga tortayotgan bu ulkan shamol devorini yorib o'tish uchun ham ko'p kuch sarflashga majbur bo'ladi. Va bu aerodinamik qarshilikni yengish uchun ketgan yoqilg'i aslida konditsioneringiz yeydigan benzindan ancha ko'proq bo'lib chiqadi. Shuning uchun yozda yuqori tezlikda ketayotganingizda konditsionerni yoqib yurish to'g'ri qaror bo'ladi.